Erkaklar diqqatiga, tez hojatga chiqasizmi? Peshob tomchilaydimi? Pastki qorinda og'riq bormi? Erkaklik quvvati pasayganmi? Bu oddiy holat emas. Vaqtida chora ko'rilmasa, prostata muammolari jiddiy asoratlarga olib kelishi mumkin. Yechimi bor. Prostamix Turkiya texnologiyasi asosida ishlab chiqarilgan 18 xil tabiiy giyohli kuchli formula prostata muammolarini bartaraf qilishga 100% yordam beradi. Hoziroq 55 kodi bilan 503-2200 raqamiga qo'ng'iroq qiling va turkiyalik mutaxassisdan bepul maslahat oling. Faqat bugun birinchi marta murojaat qilganlarga 50% chegirma bor. Assalomu alaykum qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfa olam. Belta agentligining axborotiga ko'ra, Ukraina qurolli kuchlariga tegishli dron 17-iyun kuni Bryansk viloyatida bolalar bo'lgan avtobusga hujum qildi. Viloyat rahbari vazifasini bajaruvchi Igor Kovalchukni ma'lum qilishicha, zarba oqibatida bir ayol halok bo'lgan, bolalar esa turli darajada jarohat olgan. Rossiya tergov qo'mitasining aniqlik kiritishicha, dron A240 avtomagistralida Gomel-Gelenjik yo'nalishi bo'ylab harakatlanayotgan 2 qavatli avtobusga hujum qilgan. Tergov ma'lumotlariga ko'ra, hujum paytida avtobusda 44 nafar yo'lovchi bo'lgan. Ularning 28 nafari Rechitsa shahridagi 2-sonli bolalar va o'smirlar sport maktabi futbol jamoasi a'zolari bo'lgan bolalar edi. Barcha yo'lovchilar dam olishga yo'l olgan bo'lgan. Hodisa yuzasidan Rossiya Jinoyat kodeksining 205-moddasi, ya'ni terroristik harakat bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilgan. Belarus tashqi ishlar vazirligi ham avtobusga qilingan hujumni terakt deb baholab, ushbu voqea yuzasidan Ukraina tomonidan izoh berishni talab qildi. Rossiya tashqi ishlar vazirligi esa Bryansk viloyatidagi avtobusga hujum qilgan dron zarba beruvchi shikastlovchi elementlar bilan jihozlanganini ma'lum qildi. Vazirlik ma'lumotlariga ko'ra, bolalarga hamrohlik qilib ketayotgan bir ayol halok bo'lgan. 8 nafar kishi, jumladan bolalar futbol jamoasining 6 nafar a'zosi jarohat olgan. Jabrlanganlar Bryansk viloyati klinik shifoxonasiga yetkazilgan bo'lib, ularga tibbiy yordam ko'rsatilmoqda. Rossiya tashqi ishlar vazirligining rasmiy vakili Mariya Zaxarovani ma'lum qilishicha, bir nafar erkak va 2 nafar bolaning ahvoli og'ir deb baholanmoqda. RT telekanaliga Belarus parlamenti quyi palatasining xalqaro ishlar bo'yicha doimiy komissiyasi raisi o'rinbosari Oleg Gaydukevichni ma'lum qilishicha, Bryansk viloyatida bolalar bo'lgan avtobusga qilingan terroristik hujumning asosiy maqsadi bu Belarus va butun Yevropani harbiy mojaroga tortish hisoblanadi. Uni ta'kidlashicha, bunday harakatlar jazosiz qolmaydi. Ushbu hujumga aloqador barcha shaxslar qonuni va xalqaro huquq normalari doirasida javobgarlikka tortiladi. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko esa terroristik hujum bo'yicha bergan o'z bayonotida Ukrainani bu zarbasi va Belarus fuqarosining o'limi Kiyevga hali juda qimmatga tushishini bildirgan. Bir so'z bilan aytganda, Belarus Ukraina urushiga qo'shilish arafasida va agar bu holat ro'y bersa, bunga faqat va faqat Ukraina aybdor sanaladi. Endi Eron va Amerika Qo'shma Shtatlari o'rtasida imzolangan kelishuv haqida qisqacha so'z yuritamiz. Eron tashqi ishlar vazirligining rasmiy vakili Ismail Bagayni Tasnim agentligiga ma'lum qilishicha, Eron Amerika Qo'shma Shtatlari o'rtasidagi o'zaro kelishuv memorandumi elektron shaklda imzolandi. Shu munosabat bilan Shveysariyada hech qanday rasmiy imzolash marosimi o'tkazilmaydi. Axios agentligi muxbiri Barak Ravitni tasdiqlashiga ko'ra esa, Trump kelishuv memorandumi Makron bilan katta ettilik tashkiloti doirasidagi uchrashuv paytida imzolagan va hujjat nusxasi shu zahotiyoq Tehronga jo'natilgan. Eslatib o'tamiz, Bloomberg agentligining axborotiga ko'ra, bu safar Fransiyada bo'lib o'tgan katta ettilik davlatlarning forumida Ukraina urushi birinchi masalaga ko'tarildi. Sababi Donald Trump Yevropa va Ukrainada Amerika raketalarini litsenziya asosida ishlab chiqarishni yo'lga qo'yishga rozilik bergan. Bloomberg agentligining ma'lumotiga ko'ra, Eron bilan bo'lgan mojaro tufayli Amerika Qo'shma Shtatlarining raketa zaxiralari sezilarli darajada qisqargan va ularni qayta to'ldirish uchun ma'lum vaqt talab etiladi. Shu boisdan Trump raketalarni Amerika Qo'shma Shtatlaridan tashqarida ishlab chiqarish imkoniyatini ko'rib chiqishga majbur bo'lgan. Germaniya kansleri Friedrich Merz esa aniq litsenziyalar masalasi keyinchalik ishtirokchi davlatlar tomonidan batafsil muhokama qilinishini bildirgan. Ta'kidlash joizki,
bu bunday turdagi birinchi holat emas. Amerikada ishlab chiqariladigan Patriot zenit raketa tizimlari hozirning o'zida Qo'shma Shtatlardan tashqari Germaniya hududida ham ishlab chiqarilmoqda. Aytgancha, NATO bosh kotibi Mark Rutte Vladimir Zelenskiy bilan uchrashuvdan so'ng bo'lajak sammit oldidan mavjud kelishmovchiliklarni yumshatishga urinish maqsadida Amerika Qo'shma Shtatlariga tashrif buyuradi. Uni safari 23-iyun kuniga rejalashtirilgan bo'lib, bu NATOning 7-8-iyul kunlari Ankarada o'tkazilishi kutilgan sammitidan sal oldin bo'lib o'tadi. NATOdagi manbalarning ma'lumotiga ko'ra, Rutte Yevropa davlatlarini Amerika Qo'shma Shtatlari va Isroilni Eronga qarshi harbiy kampaniyasini qo'llab-quvvatlamayotgani tufayli yuzaga kelgan kelishmovchiliklarni bartaraf etish umidini yo'qotmagan. Euronews'ning xabar berishicha, avvalroq Rutte Zelenskiy bilan uchrashgan, biroq Zelenskiyning bo'lajak sammitning yalpi majlisida ishtirok etishiga ruxsat berilmagan va unga asosiy muhokamalardan tashqarida kutish taklif qilingan. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turfa olam bilan qoling. Siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.